сегодня. Men birinchi marta parodali mushuk boqishim. Ya'ni oldinlari hovlida shunchaki sichqonlar ko'payib ketmasligi uchun mushuk boqishgan. O'sha uydagilar bilan unaqa unga o'sha uyda qolgan qutgan ovqatlardan berganmizda. Men to'g'risi nima olishi, lotoga qanaqa bo'ladi, nima umuman tushunchaga ega emasdim, lekin Animal Planet ilovasi orqali menga hammasi oson bo'ldi. Mushukchaga o'yinchoqlar, uni o'tiradigan lejaklari, ovqatlari, o'yinchoqlari, hattoki men uyda bo'lmaganimda, syomkaga ketgan paytlarimda shu suvni ta'minlab turadigan apparatlarigacha oldim. Va eng asosiyisini aytaman, o'rtoqlar, bu ilovada 200 ming so'mdan oshiq xarid qilsangiz, sizga tekinga tushadi. Доставка, конечно.